Qalqonsimon bezda tugun bor deb aytildi va siz qo'rqdingizmi? To'xtang, bu har doim ham xavfli emas. Men 10 yillik tajribaga ega mutaxassis sifatida sizga oddiy va tushunarli qilib aytaman. Birinchi haqiqat, tugun bu o'sma emas. Ikkinchi haqiqat, tugunlar paydo bo'lishi, yo'qolishi, kattalashishi yoki kichrayishi mumkin. Bu organizm uchun normal jarayon. Uchinchi haqiqat, tugun bo'lganda yod mumkin emas degan gap noto'g'ri. Aksincha, to'g'ri tanlangan yod juda muhim. Xo'sh, tugun o'zi nima? Bu qalqonsimon bezning zichlashgan qismi, ya'ni bezning ayrim joylari boshqalarga qaraganda ko'proq ishlayapti. Organizm ba'zan butun bezni emas, balkim faqat ma'lum bir qismini ishga soladi. Tugun turlari ham bor. Ezoexogen normal zichlik, giperexogen zichroq. Lekin bu degani xavf degani emas. Eng katta xato nima, bilasizmi? Odamlar qo'rqib faqat analiz ortidan yuradi, lekin sababini davolamaydi. To'g'ri yo'l bu organizmga kompleks yondashish, qalqonsimon bezni tabiiy va tizimli tiklash. Shundagina haqiqiy natija bo'ladi. Agar siz ham tugunlardan qo'rqib yoki davolanib natija ko'rmayapsizmi, unda havola orqali Telegram gruppamga o'ting yoki Telegram so'zini yozib qoldiring. Men sizga tushunarli va chuqurroq ma'lumot berishga tayyorman.